Bismillah, alhamdulillah, salatu vassalamu ala rasulillah. Savol. Sadaqa joriya deganda ahli oilaga qiladigan sadaqani bilardimi, shu to'g'rimi debdilar. Endi ahli oila insonni sadaqa joriyasidan biri xolos. Sadaqani ahli oilagagina qilasan degani emas. Masalan, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytganlar: "Iza mata ibnu Adam inqata anhu amalu illa min thalath. Waladun solih yad'u lahu, sadaqatun jariyah, aw ilmun yuntafa'u bih." Agar inson bolasi o'lsa, undan amallari uziladi. 3 narsadangina unga amal borib turadi. Birinchisi, unga duo qiladigan solih farzandidan. Ikkinchisi, sadaqa joriyasidan. Uchinchisi, manfaatlik bir ilm qoldirgan bo'lsa, o'sha ilmidan. Hadisdan ko'rib turibsizki, bu alohida zikr qilinyapti. Ya'ni uni haqqiga duo qiladigan farzand bir alohida turkum deb zikr qilinyapti va sadaqa joriya yana bir alohida bir turkum deb zikr qilinyapti. Shuning uchun hech qanday bu yerda hojat yo'q bu sadaqa joriyani aynan bolangga qilasan degan narsaga. Endi agar o'zingni ahlingga, bolangga sadaqa qilganliging o'sha afzal degan ma'noni nazarda tutadigan bo'lsalar, bu haqiqatda hadisda kelgan. Ko'pchilik lekin shunda zakot bilan shuni o'rtasini almashtirib yuboryapti. Ha, zakotni mana o'zingnikiga bersang bo'laverar ekan deydi. Hech qanaqa unaqa gap yo'q. Zakot xos bir moliyaviy ibodat. Uni o'zini egalariga beriladi. 8 turlik inson bor. Inson o'zini bolasiga bermaydi zakotni. Va o'zi shundoq ham nafaqa qilib turgan insoniga bermaydi. Ixtiyoriy sadaqa bo'lsa, ixtiyoriy sadaqangizni beravering. Bolangizga berasizmi, xotiningizga berasizmi? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bunda ruxsat berganlar. Ibda biman ta'ul. O'zingni qo'l ostingdagidan boshla deganlar. Ya'ni ehtiyojini to'ldirib, shunda boshqaga berishligiga undaganlar. Va bu ham o'z navbatida endi inson o'zini xotini, o'zini bolasidan orttirmasa, sadaqa qilmaslik kerak ekan degani emas. Hozir odamlar shunaqa oson yo'lini o'rganib olgan. Sadaqa desa, "Ha, mana berayotibman u xotinimga" deydi. Sadaqa desa, "Ha, mana bolamni boqayotibman-ku" deydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadislardan ma'no shuki, bolang mana och turgan holatida, hech narsa yo'q. Sen borib shuni ko'chadagiga berma degani, o'zingni bo'yningdagini birinchi o'rinda soqit qilgin. Lekin bu bola to'ymas. Bu xotin to'ymas. Qancha bersa beraver deydi. Anaqa holatda u yo'q, bolangga ber, xotiningga ber demaydi hech kim uni. Ko'chada undan da ehtiyojliroq bo'lib turgan odam bo'ladi, o'shanga beriladi. Sizni masalan oilangizda ochidan o'lgani yo'q, yeyapti, ichyapti, lekin yanada yaxshiroq yeb ichkisi kelyapti. Yoningizda esa bir birodaringiz oilasiga qarasangiz, bola chaqasiga qarasangiz, u yeyishga noni ham yo'q. Anaqa holatda kelib olib siz aytmaysiz, Rasululloh aytgan xotiningga ber, bolangga ber deb. Rasululloh hadisda nima deganlar? Qo'shnisi och bo'lib uxlaydigan odam mo'min emas deganlar. Endi mana inson demak ana shunaqa holatlarni taqqoslaydi. Sizga bu holatlar shunaqangi bir-biriga ziddiyat kelgan paytida eng zaruridan boshlanadi. Hadisda haligi oilangga boshla degandan ham maqsad shu. Oilang eng zaruri bo'lsa, shu yeyishga noni yo'q, kiygani kiyimi yo'q, bu darajada turgan bo'lsa, o'sha oilangdan boshla. Agar unaqa bo'lmasa, bir begonadan ham berib unga ham sadaqa joriya qilinaveradi. Vallohu a'lam.